Hammaga salom, bilmaganlar uchun ismim Muhammad Aziz. To'g'risi 150 mingta kadr oldim shekilli, hech qaysi biri yoqmayapti o'zimga. Lekin aytganimdek, Instagramda reallikka yaqinroq kontent qilmoqchi edim. Hozir ham qilmoqchiman. В принципе, kechasi 10 da tayyorlagan ujinimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu yoqda shakarop, ya'ni bu kletchatka deb hisoblanadi. Har xil ko'katlar, shunga o'xshagan narsalar kletchatka. Internetda qarasanglar bo'ladi. Bu belok. Belok hamma nimaligini biladi. Bu har xil go'shtlar, oqsil, короче, shu narsa. 50% bu uglevod. Bu texnikani men bitta fitness trenerda ko'rgandim. Juda ham menga yoqib qoldi. 3 kun bo'ldi shu metodda trenirovkani qilib, ham pitaniyani boshlaganimga. Rezultatini bir oy, 2 oy, 3 oydan keyin ko'rsak bo'ladi. Hozir bu 50% ni bitta tarelkani mana shunaqa primerni o'zi normangizni ko'rib chiqib olasiz. 50% ni uglevodga to'ldirasiz. 50% ni kletchatka bilan belokka to'ldirasiz. Shu holatda siz normalniy massa nabor qilsangiz bo'ladi. Ya'ni mushak o'stirsangiz bo'ladi, relyefni qilib. Hali kaloriyasini sanab boshqa emasdan primerni qilsangiz bo'ladi shunaqa qilib. Maslahat beraman.